Bugungi obzorimizda Tiggo 2 Pro mashinasi. Bu mashinamizga katta yangilik. 40 million chegirmada avtokreditga yoki naqd pulga xarid qiladigan mijozlarimizga amal qiladi. Rassrochkaga menga foizli narsa kerak emas deydigan mijozlarimizga 25% boshlang'ich to'lov bilan 24 oy muddatga xarid qilishsa bo'ladi. Tiggo 2 Pro mashinamiz 1 litrlik turbina motor bilan jihozlangan. 102 ta o't kuchi bor. Benzin rasxodlariga keladigan bo'lsak, shahar ichida yuradigan rasxodlari 5 litr, trassaga 4 litr rasxod qiladi. Mashinamizni faralari, kunduzgi yorish chiroqlari, LED faralari bilan jihozlangan. Diska razmerlariga keladigan bo'lsak, 17 razmerli diskada, balonlari yumshoq, diskalari ham barabanli emas, oporni diskali bo'ladi. Bokovoylariga keladigan bo'lsak, bokovoylari elektron qayriladi. Bokovoylari qiziydi, lobovoylari ham qiziydi. Qo'miga e'tibor bersangiz, lyuklari plus relinglari ham bor. Besключовый достуp bunda ham bor. Bak hajmimiz 50 litrlik. Orqasiga keladigan bo'lsak, orqa parktronik datchik, orqa kameralari ham bor. Bagajni ochganingizda 420 litrlik bagaj hajmi va dagatka balon komplektida hamma narsasi bor. Mashinamizda besключовый достуp. Eshiklarimiz 3 pog'onali ochiladi. Detski rejimlari bor. Mashina 15 tezlikdan o'tgandan keyin o'zini o'zi blokirovka qiladi. Stiklopodъемниклari avtomat bo'ladi. Bitta bossangiz avtomatik tushadi, bitta ko'tarasiz, o'zi ko'tariladi. Ushlab turish shart emas. Bag'da farani legirovka qilish knopkalari joylashgan. Bokovoylar legirovka qilish knopkalari joylashgan. Bu yoqda bokovoyni qayirib ochish knopkalari va qorli yo'llarda yurish rejimlari ham bor. Sidinyalarimiz polni eko kojali bo'ladi. Rullarimiz ham kojinli plus elektronik bo'ladi. Cruise control nazorati bor. Ya'ni bu tezlikka nazorat qilsa bo'ladi. Misol uchun 60 tezlikka belgilab qo'ysangiz, mashina o'sha 60 tezlikdan o'tmasdan yoki 60 tezlikdan pasaymasdan mashina o'zi ketaveradi. Rullarimiz elektronik. Tezlashganingizda, ya'ni tez yurganingizda mashinaning ruli og'irlashadi, ya'ni qotadi. Rulimiz legirovka bo'ladi. Pastga, tepaga start stop knopkasi bilan yonadi mashinamiz. Elektron tablo va elektron monitor bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek konditsionerlari bor, обогрев сиденья, обогрев rul, lobovoylari qiziydi. Plus buni bokovoylari ham qiziydi. Deflektorlarni ko'rib turibsiz. Dizaynlari ancha chiroyli. Monitorlari bor. Bu yoqdan monitor yoqib o'chirish knopkalari joylashgan. Elektron ruchnoy tormoz, avto holdlari ham bor. Bunda balandlikdan tushish rejimlari ham bor. Balandlikdan tushayotganingizda mashina tezlashib qolmasdan bir xil tezlikda tushib ketishini ta'minlaydi. Skos richagiga keladigan bo'lsak, bu ham chiptronik bo'ladi, ya'ni mexanikaga o'tkazib olsangiz ham bo'ladi. Salon plafonlari LED bo'ladi. Koziroklarni ko'rib turibsiz. Oynalari bor, ikkitasida ham. Bu mashinamizda lyuklari ham bor. Barlari bor. Barlari ham ancha keng. Bu yoqda USB portlari bor. Bemalol telefoningizni zaryadga qo'yib ketsangiz bo'ladi. Perkrutilari bor. Avtosalonimiz manzili Namangan shahar Chorsu dahasidan Remekaga chiqib ketishda Petilitkada Turon institutining pastida joylashgan. Bemalol avtosalonimizga kelib, test drive'ga yozilishlaringiz mumkin.